Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 22-chi darsimiz va bugun submit count xossasini ko'rib chiqamiz. Submit count ham forum hechdan chiqadi. Submit count. Biz submit successful degan submit count xossasini yozaman va Google ga o'tib tekshirib ko'ramiz. Nima bo'lishini. Submit count 0 berdi. Submit count nima qiladi? Biz formani jo'natganimizda, ya'ni uni sanaydi. Necha marta formani jo'natsak, o'shancha marta sanaydi. Bu xuddi counterga o'xshaydi. Har safar jo'natganimizda tegishli qo'shilib boraveradi. Forma validatsiyadan o'tsa ham o'tmasa ham. Misol uchun oddiy formaga qanaqa ma'lumot kiritmadim va registrni bosadigan bo'lsam, submit count 1 bo'ldi. Boshidan olaydi, ma'lumot jo'natilgandan keyin submit count 1 bo'ldi. Va ma'lumot kiritib beraman. Va registrni bosaman. Submit count ma'lumot jo'natilishini kutadi, submit count 2. Farqi yo'q, buni necha marta jo'natsak ham har safar 3 bo'lib ketaveradi. Mana men bir necha marta bosib ketdim. Bu biz oldingi darsda qo'ygan loading edi. Submit count 9. Endi submit count xossasini nima foydasi bor? Biz qaysi yo'lni ishlatamiz? Bu bilan misol uchun shart qo'yishimiz mumkin. Ya'ni agar submit count forma 3 martadan ortiq jo'natilsa, ya'ni 2 martadan ortiq jo'natilsa va 3-marta ham xato ma'lumot kiritilsa, biz buttonni disable qilib qo'yib xabar chiqarishimiz mumkin. Yani misol uchun men bu yerga buttondan pastga tushamiz. basic so'ch olaman. Submit count. Misol uchun teng bo'lsa 1 ga, ya'ni 1 marta jo'natilsa, bu shart true bo'lsa, biz paragrafdan ma'lumot chiqaramiz. Birinchi urinish. Buni chiqsa bilan qo'yib. Va shundan yana ikkita olaman. Ikkinchi urinish bo'ladi va o'zi uchinchi urinish. Uchinchi urinish beramiz u. Juda ko'p urindingiz degan xatolik chiqaramiz, ma'lumot chiqaramiz va bularga shartlarni o'zgartiramiz. Submit count 2 bo'lsa, submit count katta yoki teng bo'lsa 3 ga. 3 dan katta bo'lsa ham juda ko'p urindingiz degan xato chiqadi va 3 dan kichik 3 ga teng bo'lsa ham juda ko'p urindingiz degan ma'lumotimiz chiqadi. Va biz buni o'tib tekshirib ko'ramiz. Mana register birinchi urinish, register ikkinchi urinish, uchinchi marta register qilgan paytda juda ko'p urindingiz degan xatolik chiqyapti. Lekin uni button disable demadi. Biz buttonni disable holatiga o'tkazmadik. Buning uchun bizga mana bu button kerak. Biz disable holati uchun biz skill yozib qo'ygan edik va faqat buni disable degan atributni qo'shamiz. Bu yerga biz submit count yozamiz. Agar bu katta yoki teng bo'lsa, bu yana button bo'lsa, katta yoki teng bo'lsa 3 ga. Submit count katta yoki teng bo'lsa 3 ga, bu shart true bo'lsa, disable true bo'ladi va buttonimiz disable holatiga o'tadi. Buni tekshirib ko'ramiz. Başdan yangilayman. Register ishlaydi turibdi, bir marta bosdim, ishladi. Birinchi urinish, ikkinchi urinish, ikkinchi marta ishladi va uchinchi urinish. Juda ko'p urindingiz, tamam. Uchinchi martadan keyin uni bosib bermaydi endi. Disable holatiga o'tkazib qo'ydik. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.